Murdasini itlar yegan odam. Qishning ayozli kechalaridan biri edi. Qor yog'ib, shahar ko'chalari oppoq libosga burkangan. Ammo bu go'zallik ortida bir mudhish sir yashirin edi. Shahar chekkasida eski, tashlandiq uy bor edi. Odamlar undan yurak hovuchlab o'tishardi. Chunki u yerda ilgari bir g'alati odam yashagan. Keyin esa g'oyib bo'lgan. Uning ismi Karim edi. U yolg'iz yashardi va hech kim bilan yaqin munosabatda bo'lmasdi. Biroq u haqda shubhali mishmishlar tarqalgan edi. Ba'zilar uni jinoyatchi desa, boshqalar afsungar deb bilardi. Bir kuni Karimning qo'shnilari uning uyidan yomon hid kelayotganini sezib, politsiyaga xabar berishdi. Politsiya kelib eshikni buzib ochdi va dahshatli manzaraga guvoh bo'ldi. Xonaning o'rtasida odam suyaklari sochilib yotardi. Atroflar esa qonga belangan edi. Eng dahshatlisi, uyning burchagida bir necha och itlar o'tirardi. Ularning ko'zlari qonga to'lgan edi. Tergov davomida ma'lum bo'ldiki, Karim uzoq vaqtdan beri odamlardan yashirinib, uyi atrofida itlar boqardi. Ammo u ba'zan g'oyib bo'lib, oziq-ovqat topolmagan edi. Bu och itlar nimanidir yeyishga majbur bo'lishgan. Nihoyat, o'sha mudhish kechalardan birida ochlik chiday olmay, ular o'z xo'jayinini yeyishgan edi. Shu voqeadan keyin odamlar o'sha uydan butkul qochishdi. Hatto politsiya ham tekshiruvni ortiq davom ettirmadi. Chunki bu voqea shunchalik dahshatli ediki, hech kim uning tafsilotlarini eshitishni ham istamasdi. Lekin ba'zilar aytishicha, o'sha uyning oldidan kechasi o'tgan odamlar ba'zan qorong'ida yaltiragan ko'zlarni ko'rishar va g'alati g'ingshgan ovozlarni eshitishar ekan.